Ayol matonat, sadoqat timsoli. Qalbida alam va lekin yuzida kulgu. Turmush mushtlariga qalbini tutgan xilqatdir. Ayol, u ona, u sevimli farzand, u suyukli yor. Ayol, siz u bizga panoh, maskan, qurshab oluvchi baxt, berkituvchi satar, o'z bag'riga oluvchi in, muattar qiluvchi atir. Unga qarash bilan g'amlar ariydi. Uning borligi mehr, muhabbat. U sen esa usan. Avvalambor assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudo xolisa mana bugun inshaalloh shu o'g'ilchimizni qidirmoqdamiz. Juda ko'pchilik kecha videolarimizni duo qilishdi, kattagon rahmat. Shunaqa duolaring balkim ijobat bo'lib, Xudo xolis topilib qolsa. Endi quruqlikdan qidiringlar deyki insonlar. Endi quruqlikdan ichki ishlar qidiryapti. Chunki o'zini ham bir ishda o'zini sohasi bor, o'zinglar ham bilasizlar, o'zini professionalni shu bajaradigan insonlari bor. Ichki ishlar Xudo xolis bajaryapti. Suvga tushiladiganlar uchun suvda mana g'ovvozlab turibdi. Biz endi faqatgina sizlarga yordam berish maqsadida xolos. Bugun topilmasa o'yda Abdumalik. Shuni aytgan o'raga. Xohlasa duoda bo'lib turaylar. Ha, kelishdimi? Ketdi. Keldi, kecha samolyotga o'tirishyapti o'da. Boshqa keling endi bir Xudo xolasa bizni ko'rib turganlarga bir ikki og'zim gapirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hammalaringizga rahmat. Mana ayniqsa MCS xodimlarimiz hammalariga onajonlari sog' bo'lsin. Mana suvda loyqadimi tushib shunchalik bizga katta yordam qilishyapti. Bularni ham ishlariga omad, Alloh kuch-quvvat bersin, qolaversa sizlarni ham. Mahallalarda ham hamma oyoqqa turib yordamlashishyapti. Hammalariga rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Nimaki niyat maqsadlari bo'lsa, niyat maqsadlarini Alloh bersin. Ilohim qizimiz sog' salomat topilsin, ota-onasini bag'riga salomat qaytsin. Qolaversa qizalog'i bor, bir yashar. Shuning uchun qaytsin, hech yo'q. Qaytsin deymiz. Allohdan iltijo qilib so'rab qolamiz. Sog' salomat topilsin degan niyatlarda biz. Hali bir xilgilar ko'pchilik yolg'on xabar tarqatishyapti. Ko'rdim. Kecha ham rosa ko'pchilik hoshto borib kelibdi. Mana katta kuyovimiz ham aytyapti. Andijonlargacha ham borib kelishdi. Mana shunaqa insonlarga ham iltimos qilardik. Shu o'zlaring dalil bo'lmasdan turib, bularni ovora qilmanglar. Bularga ham havas bas. O'zi matrasot yetarli, gaz quyib, Andijonga bor, Farg'onaga bor, Aqa bor, Baqaka bo'lishib, kecha yomg'irdan ancha sarson bo'lishibdi. Odam yurmaydigan joylarga borib keldi deyapti. Shunchalik ko'rib, odamga o'xshaydi-ku. Hali o'sha haq ko'rsalaring, o'zlaring yordam qilinglar. Sizlardan yordam borib, o'sha insonni kamera bo'lsa, kamerani ko'rib, o'sha yerda rasmni olib keyin baqa tashlasalaring, haqiqatda ko'rish, vaqtlar haqiqatda o'xshasa, keyin borsa yaxshi bo'lar. To'g'rimi, Oshto? Juda to'ppa-to'g'ri gap, ayniqsa ovoragarchilik ko'p bo'lib qolyapti, yolg'on gaplar. Hali mana yerda ko'rdim, ana yerda ko'rdim, yetib boradiganingizda uzr so'rashib, mendan xatolik o'tdi, kechiring, men adashibman, boshqa ekan degan gap so'zlar bo'lib qolyapti. Ovoragarchilik bilan kunimiz o'tib ketib qolyapti. Shunga iltimos sizlardan haqiqatni gapiringlar. Rost gapiringlar. Yordam qilinglar imkon qadar. Albatta. Hech kim bunaqa kunga tushmasin. Hammanikiga xursandchilik kunlar so'rayman. Doim hamma sog' salomat bo'lsin. Xudo xolasa topamiz degan niyatda biz sizlardan yordam, shuni rost xabarlarda yozinglar, aytinglar, ko'rgan joylaringizni. Iltimos sizlardan yolg'on xabar jo'natmanglar, ilohim. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin hammalaringizni. Duo qilyapsiz, rahmat shunchalik. Hammalaringizga rahmat. Alloh hammalaringizni martabalaringizni ulug' qilsin. Qizimiz ham sog' salomat topilsin. Ota-onasini bag'riga salomat kelsin. Qolaversa mana bir yashar qizalog'i bor. Shuning uchun topilsin degan niyatlarni qilyapmiz. Ilohim topilsin degan umidlarni qilamiz. Sog' salomat topilsin. Rahmat, Hoshto.
Xudo xohlasa mana bugun Sog' bo'linglar sizlar. favqulodda vaziyatlarga ham rahmat. Mana shunchalik kelishib har kuni har joyda qarashib yurishibdi. Nimasiga ana? Ovoz akalarga ham rahmat. Suvda o'zlari ketishyapti. Anvar tog'a. Ovozlarga rahmat aytaman. Ovoz akalarimizga. Suvimiz yopib ketishini qarang. Tanjoni sog' bo'lsin. Hozir oyoq tegyapti ekan, Anvar tog'a yerga. Tekkan yo'q. Ha, tekkan yo'q. Mana akamiz madrasada aka. Ochiqligi bo'lmagan 4 metr bor. 4 metr bor. Mashina bo'lib, tanjonlar sog' bo'lsin, suvda. Ichlariga o't ketar ekan, kiyimlarni ko'rdik. Suv polni o't ketar ekan ichlariga. Har bitta detallarni qarab chiqishyapti hali. Ilashib qolish mumkin bo'lgan joylarda qarab ketishyapti. Akamizga rahmat. Hozir qanday sakrab ketyapti aka? Ha. Ilashib qolgan joylarimga qarayapti. Ilashib qolishi mumkin bo'lgan joylarga qarashyapti.